Mango Ligani yotib olib tanqid qilgan kritiklar yaqinroq kelinglar. Ko'rdilarmi mazza qilib Oktagon ligalaringda, Zo'r TVda. Odamlar mayliga endi har xil toifadagi odamlar. O'zim ham juda zo'r toifadan emasman, to'g'risi. Prosta men hayron qolgan narsam, televideniya Zo'r TV O'zbekistonda televideniyada Loxbet reklamasi ketyapti. Bilmayman. Menimcha Mango Liga shu translyatsiyani narxi qimmatligidan kelishalmagan. Oktagon Ligani homiysi Loxbet, ularda pul juda ko'p. Odamlar qaqshatyapti-ku. To'g'risida nechta odam o'lib ketyapti mana shu Loxbet orqasidan. Oilalar buzilib ketyapti. Aka-ukalar yuz ko'rmas bo'lib ketyapti. Masalanda tajribada bor. Zo'r TV bularni reklama qilyapti. Uyalmasdan smelo. Men agar shu o'ylaymanki juda oddiy bechara odam emas-da bu Zo'r TVning egalari, xo'jayinnlari. Bunaqa bu darajada pulga zor deb hisoblamayman. Agar yo'q, investor bir boshqa din vakili G'ayriddin bo'lsa, bari gapimni qaytib olaman. Seryozni, bari gapimni qaytib olaman. Lekin o'zimizda o'zbeklarda shu tepasida turganlar.